Eng yaxshisi u yerga berish niyatingdan yo'q. U yerga borsang, qaytib kelanmasliging mumkin. Menga amal yo'q bova. Bo'ynimda sirtmoq bor. O zaharlanib o'libdi. Bakil xatarlik. Ali, bu yerdan tezroq kelsak bo'ladi. Ularning orsidagi birisini yilon chekib olibdi. Qaranglar. Avuq qum dövsünün ustida bir ko'z yinib otidi. Hey, bir ashabini anladinglarmi? Biz jasad burgilarining orsida qopdik. Hatayli! Ular beni köpke! Hatayli! 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 Tez bo'linglar! Altıncı bab. Ceset. Adaş, qachon boramiz u yerga? Nimandaq issiq. Men faqat chidayolmadim. Menmi bilmayapman. Elimi mang'ili 10 kun bo'ldi. Yemekligimning 20 tugab bo'ldi. Menmi peshonamdagi tarni surtib ulgurolmay qolgandim. Eliqi xotindan bilak oltisi jin chaplashqandek bir eg'izmi gap qilmay kelyotdi. Acaba ular qochimi yo? Nim bo'lsa bo'lmamdi. Yo'limga man. Oy xon, eliqi olim degan boshlig'ingiz yo'qolib ketgili 15 kun bo'lib qoldi. Bu topqichi o'ligimi qoqib ketgandi. Buncha qiynalg'uchi qaytmamdiq. Ulan deb bizmi o'lib demayli yana. Shuni degina. Matiyanmo mening fikrimni qo'llagandek qilib gap qistirib qo'ydi. Men ikkinlarga xeyli kengchilik qilyapman bilib qo'yish. Bir bo'lsa biz bilan mengsin. Bir bo'lsa mo'no narsalaringlarni tashlab qo'yib kayninglarga qaytisizlar. Ikkidan birini tanlanglar. Eliq xotin shundoq deb ko'zimga tikilib turibdi. Gap so'z qilmay uni ittirib etib oldimizga qarab maqdim. Ularmi kaynimdan agishib mengishdi. Boshqa tanlashim yo'q o'xshaydi. Yemeklik bo'lmasa 10 kunlik yo'lni qandoq besib bo'laman? O'lgunim shu-da. Kash kirib tomog'imizni yeb, yana chidirga kirib yetishdik. Erib ketganimizdan birdamdila uyquga ketib qilishdik. Matiyan bo'lsa, xo'rakni bekaga bergandek tortib, meningdan tez uyquga g'arq bo'lgan edi. Bir chog'da tuyuqsiz chirqirgan ovoz bilan cho'chib uyg'onib ketdim. Men bo'g'ini anqiramay, oyog'imni kiymay sirtqa yugurib chiqdim. Shindirning o'ng tarafiga qarab, menmi qo'rqunimdan kaynimga dojib yiqilib tushdim. Oldimda ilqi Bronovik ko'zlarini men tarafga chaychaytib, odamning tinni shurkandirgidek holatda o'lik yotadi. Uning badani sovuqdanmi yoki boshqa bir sababdanmi qordab ketgan edi. Angacha Matiyanmi yugurib chiqib, qo'rqundan kayniga dojib ketdi. Ilqi xotin sabdishining o'limiga qayg'urdimi yoki qo'rqib ketdimi? Hech o'zini bosolmay, o'ksib yig'layotdi. Qolgan to'tisimi qo'liga qurol olganicha chidirdan chiqib, hayronlik ham qo'rqish ichida sabdishining jasadiga qarab turadi. Bir chog'da ilqi xotin yenidan tapanchisini chiqarib atliginicha bizga qaradi. Qag'allarmi orqa-orqadan qurollarini bizga qaratdi. Eyda, uni nima qilishding? Ularning alpozidan bizni etib etishdan yolmaydiganligi chiqib turadi. Tepkini bossizlar, ketkinim shu. To'xtanglar. Buni biz qilmadik. Rostla biz qilmadik. To'g'ri, biz qilmadik. Matiyan bilan ikkimiz qo'rqib, qo'llarimizni ko'tarib, kaynimizga necha qadam chekinigan edik. Nimalar degan bilan ular tanlab turgan narsa boshqa narsa emas, qurolda. Kimmi qo'rqmay tura oladi? Albatta sizmi qo'rqatdingiz. Senlar qilishmasang, kim qiladi? U sana qarayman deb mushaga kuzatib turgan tursa, jasadimi chidirning yenidan chiqqan tursa, ayta, nim qilishding?
Eliq xotun alpozni buzg'onchi kelib, tapanchisini peshonamga tirdi. Qag'allamı kelib, qurollarni beshimizga tanglab turibdi. Ikkimizning jini qil ustida turib qolgan edi. Voy, rost ayman. Biz qilgan bo'lsak, allaqachon qochib ketmay, bu yerda beqaraman uxlab yotamdiq. Qalsang biz tashlang'ich qumsin aydigan nemelar. Nima razil planlaring bor, kim biladi? O zaharlanib o'libdi. Bizda zahar bo'lmasa, hammamiz silabagan narsalar tursa. Matiyanning bu gapini anglab, hammamiz uning chiroyiga qaradiq. Sen qandoq bilasan? Harbiylikda o'rgangan. Qara, uning badani qardab ketibdi. Nihoyatda kuchli zahar bo'lmasa, odamning badani necha soatlar bunda qardab ketmaydi. Anlagansiz? Buni biz qilmadik. Bizga ishining. Agar sizlarni yo'qotish g'arzimiz bo'lsa, sizlar bu yergacha kelanmaysizlar. U gapimizga ishondi bo'lg'ay, tapanchisini asta tushirdi. Ammo qag'illar qurolni tushirmay, yevitadigan alpozdan bizga tikilib turadi. Bo'ldi, qurolni tushiringlar. Ular qilmabdi. Uning ovozi shundoq bo'sh chiqyotdi. U asta jasadning yiniga berib qarab o'ltirdi. Qaraganda u yaqin sabdishi o'xshaydi. Matiyan ikkimiz bir-birimizga qarab qo'yib, jasadning yiniga maqdiq. Sizlarcha u qandoq zaharlangandir? Avval uning kiyimini soldirib ko'rib baqsaq, ondan bilamiz. Matiyan shundoq degenicha jasadning kiyimini soldirishga boshladi. Jasad qaytib ketgan edi. Uning putqulni egish mumkin bo'lmayotdi. Pichoqni keling. Buning kiyimini yirtmasak bo'lmoqdek. Eliqa xotun Matiyanning ko'ziga qarab etdi. O'zlariga xatar yetkazishdan ansirgan bo'lsa kerak. Pichoqni beringlar. Pichoqni bering. U kayniga qarabmi qo'ymasdan buyruq tushirdi. O'tkir harbiy xanjar Matiyanga uzitildi. Ular qurolni yana bizga tanglab turadi. Qaraganda bu xotindan boshqasi bizga ishonmayotgandek qiladi. Matiyan Bronevikning maykasini pichoq bilan kesishga boshladi. Kesib soldirmoqchi bo'lib, jasadni kayniga o'rib, ustunki badanini yalang'ochlab qo'ydi. Qo'rqib ketganimizdan yuraklarimiz ansiz so'qib ketdi. Chunki uning dumbisining ikki yerda begiz bilan tashgandek ikki to'shik turadi. To'shikning atrofi taxs cho'ngligida qop-qora qordab ketgan edi. Hammaylan bir-birimizga qarab qilishdik. Uni bir narsa chiqibga o'xshaydi. Ha? To'g'ri. Uni cho'qim bir narsa chiqibdi. Ammo qandoq narsaning nashtiri shundoq cho'ng bo'ladi. Ha? Qara bu to'shiklarga nimandoq cho'ng? Zaharimi bakli kuchlikkan. Cho'ng bo'lsa, bir shapi chiqa bo'g'idi. Sizlar kecha bir shapi oldinglarmi? Yo'q, qattiq uxlab ketibman. Sizlar angladinglarmi? Yo'q, bizmi hech nimani sezmadik. Menmi sezmadim. Bizmi bek qattiq uxlab ketibdimiz. Ularning orasidan biri so'zladi. Shunigin Akbarmi sal boshqish turgan. Balkim umi mugdab qilib hech nimani sezmagan gap. Asli uning ismi Akbar ekan-da. Shunchalik tambal odamning unnimi chiqamay o'tirayotgan zodi nimadi? Yilon. Yo'q. Yilonning zaharlik tishi 2. Choyonmi ya? Ha, to'g'ri, topdim. Choyon. Mening bu gapimdan hammasi hayron qilishdi. Choyan bo'lsa-mu, voyjon voyay deb qo'ya bo'g'aydi. Yo'q, voyjon deb vaqirashqimi ulgurmaysan. Men hiliqi bovoydan anglagan. Ular qumliqda shundoq yo'g'on choyonni ko'ribdi ekan. Uning cho'nglig'i qo'yda keladi ekan. Nima? Qop-qora bo'lib, odamning tinni shurkantirgidek qo'rqinchli ekan. Nima deydi qondan? Ularning orasidagi birini cheqib olibdi ekan, umi bir eg'iz un chiqaramay necha sekund o'ylab qopti. Agar sen degandek rostli qo'ydek yo'g'on chayon bor bo'lsa, jasadning shuncha tez qardab ketganiga rostli hayron qolmasak bo'g'dakchimi? Yo'qlar, biz atrof qarab boqaylik. Shuncha yo'g'on chayon bo'lsa, cho'qim uning mang'an izi bo'ladi.
Her belik tursa başqacha bo'ladi ekan, ha? Bilmaydiganing yo'q ekan sening. Ma'qul, atrofni kuzatib boqaylik. Yuringlar. Shunda qilib, hammamiz atrofni chorlashga boshladik. Ey, bu yerda bir g'alatiz bor ekan, qaranglar. Eliqi xotinning sabdoshlaridan birisi tovulgan edi. Hammamiz o tarafga qarab maqdik. Haqiqatan shundoq yo'g'on iz bor edi. Ikki rat qator ketgan iz oldi tarafga tutashgan. Bu ikki rat izning orlig'imi 1 metrdan oshadi. Ali, rost debsan. Haqiqatan chayonning o'zi ekan. Men bundoq cho'ng chayonni ko'mab ekanman. Qara, uning oyoq izimi 1 metrda oshadi ekan. To'g'ri. Bu yoqdimi bor ekan? Qaranglar. Eliqi xotin bizni chaqirgan edi. Matiyan ikkimiz bir-birimizga bu nimish bo'lib ketdi degan ma'noda qarab qo'yib, uning yiniga maqdik. Darvaqa o'xshash iz bizning chidirni cho'gilab, chidirning u tarafiga qarab so'zilgan. Odamni hajab qo'rqitdi bu bir nima. Bizning chidirni cho'gilab tursa, xotirjam uxlab yetibdimiz desa? Ey, qaranglar. Bu izlarning oyog'i chiqmabdi. Bu zodi nima ish? Matiyanning gapini anglab, bu izlarni bo'ylab ko'z sugurtdim. 30 metr nerda hech nima yo'q. Izmi yo'q. Hammaylar hayronlik bilan o tarafga yugurishdik. Bu narsa qayoqqa ketgandi? Ya qanot chiqarib uchib ketdimi ya? Izimi yo'q. O'zimi yo'q. Odamni qo'rqitdi bu. Hey, to'xtanglar. Ha? Hammamiz o'rnimizda qaytib qoldik. Matiyan oldi tarafni ko'zitib turibdi. Qaranglar. U qumning ostida o'xshaydi. U shundoq degash, eliqi iz to'xtagan yerdagi ozroq ko'tarilib turgan qum dovusini ko'rsatdi. Haqiqatan oldimizda iz uzilib qolgan yerda kichik bir qum dovusi turibdi. Toza inchikilab qaramisi belgili bo'lmaydi. Hammamiz qimir qilmay qarab turardik. Yaqinroq berib qarab boqaylik. Ha? Hammaylar asta qadam bilan u yerga yaqinlab ketib borardik. Yuragim ansiz so'qib ketyotdi. 2-3 metr qolganda to'yuqsiz qum dovusi ko'tarilib yana asta pastlab qoldi. Xuddi qum ostida bir narsa nafas ilayotgandek qiladi. Hammamiz kaynimizga necha qadam yenib ketdik. Qo'rqib ketgandan keyin yuragimizning ko'pildigan ovozi anglanib turadi. Qur'onni betlanglar. Eliq xotinning bo'sh degan ovozi anglandi. Hammasi qurollarni sharaqlatib batlashdi. Matiyan bilan ikkimizning qo'lida hech nima yo'q. Men bu pichoqni ishiltishni Matiyandan o'rgangan. Ammo tapancha etishni bilmayman. Agar qum ostidagi narsa bizga hujum qilib qolsa, jonni ilib qochmoqdan boshqa amal yo'q. Hech bo'lmaganda Matiyanda bo'lsa-mu, yuragim joyida bo'lgan bo'ladi. Ammo hey, bizga mu qurol bermamsizlar? Biz qanday qilamiz, ha? Bizda bo'lsa yetarlik. Ansirmasangmi bo'ladi. Ammo undoq deganinglar bilan gapimning oyog'i tugamasdan qum dovisi asta ko'tarilishga boshladi. Qumlar asta so'rilib tushib, qop-qora bir narsa ko'zimizga ko'rindi. O'z ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam, Sidiq buvayning deginiga ishonmasgan. Yo, ana. O'zing saqlag'aysan. Asta kaynimizga chekinishga boshladik. Eliqi chayon asta o'rilib bizga qaradi. Etinglar! Eliqi xotinning ovozi anglangandan keyin quloqni yarg'udak o'q ovozi anglanib, qumliqni larziga silibdi. Ular to'xtamay o'q uzyotdi. Eliqi chayon to'xtamasdan chiqirib, o'zini har tarafga otadi. Tuyuqsiz o'q etish to'xtab qoldi.
Menmi qo'lig'imni etib olgan qo'llarimni asta tushirib, o'rnimdan turib, yilqi chayonga qaradim. U medirlamay yotadi. O'ldimi? Shundoq o'xshaydi. Berib qarab beqinglar. U shundoq degach hamrohlariga buyruq tushirdi. Oradan biri chayonning yeniga asta berib, Qur'onning uchi bilan uni ikkini noqib qo'ydi. O'lga o'xshaydi. Shundoq degach, o'q tekkan yerdan eqib chiqqan suyuqlikni tapanchasi bilan ilib bizga ko'rsatdi. O'lmabdi, qoch! Eliqi xotinning vaqirgan ovozi anglanishi bilan tang Hamroyi o'rinda qaytibli qoldi. Necha sekund o'tgandan keyin og'zidan ko'pik yenishga boshlab, qumning ustiga yiqildi. Eliqi chayon nashtirni uning dumbisiga sanjagan edi. Ko'zimizga ishonmay turibli qoldik. Necha sekund ichida yana birsi ko'z oldimizda jon berdi. Men bo'g'inni anqiramay, uningga qarab qaytib qolgan edim. Ali, tez qoch! Matiyanning ovozidan cho'chib uningga qarsam, Eliqi chayon menga qarab yugurib kelib yetibdi. Uning surati shundoq tez bo'lib, odamdilmi eshib tushgudek. Orqamga qarab qechishga boshladim. Oldimda Eliqi xotinlar to'xtamasdan chayonga qaratib o'q chiqarishga boshladi. O'q tekkashkimi, chayonning surati sal ostilib qoldi. Ammo to'xtamay meni qo'g'layotdi. Kayni-kayndan qas qilgan ovoz bilan o'q ovozi to'xtab qoldi. Eliqlarmi qurollarini etib etib, kayniga qarab qechishga boshladi. Bu o'lgur. Mushundaq vaqtda o'q tugamdi. Uning ustiga meni lalmi meni qo'g'laydi-ku. Ya o'q o'tmagan bu nimaga? Men shundoq deb qechib ketib etib, kichik o'rakka dasib ilib yiqilib tushdim. Orqamga qarasam, Eliqi chayon 2-3 metrlik qolgan. O'rnimdan turg'ich yetish vaqtida jonni tikib o'milashga boshladim. Yuragim og'zimga kaplashib qolgan edi. Nashtirni birli sanjisi o'ldim degan gap. Tuyuqsiz bir narsa putimni chim qisib, orqamga so'rashga boshladi. Kendimga burilib teximi qo'qib ketgan edim. Chayon qisquchi bilan putimni chim qisib, nashtirni sanjish uchun egiz ko'tarib turadi. O'ldim. Qillamga shu narsadan bo'lak hech narsa kelmadi. Hamma narsadan umidimni uzib etgan edim. Qo'rqib ketganimdan ixtiyorsiz varqirib etdim. Chayon nashtirni ko'kragimga qaratib shiltigan edi. Tuyuqsiz quloq tuvimdan bir narsa vij qilib ushib o'tib, chayonning quyrug'ini qoq o'ttirdan uzib etdi. Chayon chiqirg'inicha kayniga necha qadam silkinib, yana menga qarab etildi. Tang qilgan ovoz bilan tang chayonning beshi chachrab ketdi-da, o'rniga ko'plik qilib yiqildi. Necha sekund ichida yuz bergan bu ishlardan nim bo'g'inimni bilmay o'ltirib qoldim. Butun badanim chiliq-chiliq targa cho'mgan. O'zimning hayot ekanligimga ishonmay, yuzimga ikki shapaloq soldim. Hayotganman. Shukr. Hayotganman. Burilib kaynimga qaradim. Mendan necha qadam nerida Matiyan qo'lida tapanchini chayoniga qaratib turadi. Tapanchining uchidan texchi is chiqib turadi. O'rnimdan turib chayoniga qaradim. Neriroqda uning uzilgan quyrug'i bilan harbiy xanjari turadi. Rahmat sana do'stim. Sana yana bir qitim qarzdor bo'ldim. Nimaga rahmat aytsan? Qanaqroq bir nima bo'lmagansan? Yo'q, hech nima bo'lmadim adash. Senda tapancha nima ish qildi? Uninkini oldim. U shundoq deb yerda yotgan Akbarning jasadini ko'rsatdi. Boya kiyimini soldirg'ich ko'rib qolgan. Qarag'anda senmi bo'sh emaskansan, ha? Eliqi xotin tapanchini bizga tanglagash, qo'lini Matiyanga so'zdi. Mergankansan. Sana rahmat. Shundoqdimi, Qur'onni bizga topshirmasang bo'lmaydi. Matiyan undamasdan Qur'onni uningga topshirib berdi. Tas qolding, boya qordab ketganlichimi? Qo'yg'ini adash. Eshki o'lsa, ko'ta g'ijak tatibdi degandek. Elmi yurgim joyiga tushmayotdi meni.
Shundaqdimi chaqchaq qilib yuradi ekansan. Bo'ldi, chaqchaq qilib qo'ydim. U nima ishga ketmay qumni ostiga mo'kinib oladi. Qara. U shundaq degash chayonni ishoratladi. Biz hammamiz chayonning yeniga berib, uningga sinchilab qardik. Uning uzilgan nashtirdimmi ko'k suyuqlik tamchilab turadi. Menmi bilmayman. Sizlar bundoq zaharni ko'rib boqqanmi? Men yerda turgan harbiy xanjar bilan nashtardan eqiyotgan ko'kish zaharni ilib uningga ko'rsatdim. Odatda yelon chayonlarning zahri suyuq holatda bo'ladi. Bu chayonning buncha yo'g'inab, qardab ketganiga qaraganda uningga xeli o'zin yil bo'pti juma. U nima yeb mushincha yo'g'inab ketgandi? Jasad yeb. Bu gapimdan hammasi hayronlikda chiroyimga qarashdi. Men burun Turpandagi qabristonlikdami moshinanga o'xshash chayon bayqalganligini anglagan. U yerlik qo'yilgan jasadlarni yeb shundoq yo'g'inab ketibdi ekan. Bu nima xeli aqlli ekan. Odam diqqat qilmagan paytni tanlab hujum qiladi ekan. Bu cho'llikda ular yegidek nada jasad bor? Meningcha bu narsa faqat birla emas-ku. To'g'ri. Bu savol yaxshi so'raldi. Meningcha, u cho'qim biz bormoqchi bo'lgan joydan kelgan. Uning oyoq izini bo'ylab mangsak, cho'qim biz nishonlagan yerga boramiz. Hozirlamaydi. Shimol chiqib qolsa, uning izimi yo'qolib ketadi. Undaq bo'lsa o ishkisini qanday qilamiz? Matyanning bu gapini anglab, hammamizning boshlari sangilab ketishdi. Nimali degan bilan ular biz bilan safardosh. Men nima deyalayman? Ularning chiroyiga qaradim. Lozimliq narsalarni elib olinglar. Chidirdan birsiga o'rab tashlab qo'yib, yenishimizni ep ketaylik. Xotinning gapini anglab, hammamiz harakatga kirishib ketdik. Yukdaqlarni yig'ishtirib, ular ikkisini chidirdan biriga o'rab, egizrak bir qum barxinining ustiga tashlab qo'ydik. Bu ishlar tugab yo'lga chiqquncha hech qaysimiz bir eg'iz un chiqamay yurdik. Kun chiqishga oz qoldi. Jahon isib ketguncha yo'lni avutib olaylik. Shundaq deb eg'ir so'mkamni yudib yo'lga chiqdim. Ali, Matyanning bosh chaqirgan ovozi anglandi. Kaynimga burilib uningga qaradim. Qara degan ma'nida heliqi xotinni ishorat qildi. U o'lib ketgan ikki sabdishining yonida qimir qilmay qarab turadi. Yaqin sabdishi ko'z oldida jon bersa, uningga eg'ir keludi-da. Asta uning yoniga bordim. Endi mangmasak bo'lmaydi. Uningga haqiqatan ichim og'irgan edi. Garchi u meni tutqun qisib. U gap qilmasdan so'mkisini yudib yo'lga chiqdi. Bizmi uning kaynidan mengishdik. bu asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz, Azroil salonini qo'shib bering. Abdori Ali Chiraq. Rollada Shuhrat Abdurahmon, Rahmatulloh Hizbulloh, Musajon Muhammad, Muyassar Yosir. Tahliliy ovoz ishlovchi va kirishtiruvchi Abduqayyum Turg'un.